Xayrli kun aziz kuzatuvchilar. Arlonda mashinamiz Jizzaxdan atayin bizni videolarimizni ko'rib erinmasdan kelgan ekan. Biz ham o'z xizmatimizni ko'rsatishga rozi bo'ldik. Xullas kalom bularni mashinasini diagnostika qilganda katalizator ko'rsatdi. Katalizatorni yechganimizda esa mana bunaqa ahvol ekan. Xo'sh, 3-4 joyga ko'rsatgan ekan bularni. Switcha, injektor hamma narsa qilib ko'rishgan, gazlarni kompyuterlar qilib tashlagan, hamma narsa qilgan. Rasxod juda ham ko'p rasxod qilgan ekan aka. Biz diagnostikani to'shni qo'yibmiz har holda. Endi maqtanib olmaymiz. Katalizator ko'rsatishdi, katalizator ochgandik. Mana katalizator polni erib ketgan, vixlib umuman o'tmagan. O'shaning hisobiga 50, 60 zo'r bossa 80 ga chiqyapti, undan oshmayapti. Motor qizib, qatirlab ketyapti. Ana xudo xolasa buni aybini topdik. Hozir buni ichini tozalab tashlaymiz va yangi katalizatorlar ustanovka qilib beramiz. Sizlarga ham mabodo Leboy mashinaga katalizator ustanovka qilish yoki diagnostika qo'yish, qaltiragan, chek yongan yoki rasxod ko'payib ketgan yoki sassiq hidlar chiqqan glushildan holatlar bo'lganda olinmaslarga aloqaga chiqinglar. Podpisatsiya qilib qo'ysalar chiroyli videolar bo'lib turadi. Obzorlarni ko'rib o'zlaringizdan xulosa chiqarasizlar. Xulosa o'zlaringizdan. Mana bunaqa chiroyli katalizator bu katalizatorimiz Trailblazer. Buniki ham ichini yig'ib beryapmiz. Mana bu ham erib ketgan ekan. Xullas kalom, aloqaga chiqinglar.